Bor, assalomu alaykum. Bu seminarda judayam ko'p o'zimga kerakli narsalarni oldim, to'g'risi. Chunki men bu seminarga kelishimdan oldin tug'ruq haqida, umuman tug'ruq jarayoni haqida judayam qo'rqar edim, judayam tasavvurlarim yomon bo'lgan, to'g'risini aytsam, chunki har xil hammadan har xil gaplar eshitganman, ichimda har xil qo'rquvlar bor edi. To'g'risini aytsam, bu seminar men uchun judayam manfaatli bo'ldi. Nafaqat men uchun, o'ylaymanki, bu yerdagi hamma ayol uchun judayam manfaatli bo'ldi. Chunki Feruza opani bizga bergan ilmlari, hozirgi gaplari ancha bizga tug'ruqda kerak bo'ladi. Hammasi uchun rahmat Feruza opaga kattakon shunaqa seminarni tashkillashtirganlari uchun. Shuncha ayollarni yig'ib, bizani shu davrada biza bilan ham suhbat bo'lganlari uchun judayam katta rahmat aytaman. Sog' bo'ling Feruza opa.